Portga keldim. Portdaman, xudo xolasa. Kорабльga o'tiraman. Bu yerda endi bilmayman ko'rinadimi yo'qmi, juda ham katta ekan kорабль. Kорабль kechqurun 11:30da yurar ekan. Xullas, o'sha to'g'ridagi katta kорабль. O'shanga o'tirar ekanman, 11:30da yurar ekan. Qaranglar, chiroyli ekan. Nimadir. Endi bitta narsada ham xullas. 11:30da yurar ekan. Ertaga soat kechki payt 7da yetib borar ekan Daniyaga. O'sha katta kорабльga o'tirar ekanman. Xullas, shu ungacha mana hozir o'zida soat 9 bo'ldi mana. 11:30ga vohlikdan kelganman. Men ham port uzoqdan bilsam yaqin ekan, taksida birpas olib kelib qo'ydi. O'shaning uchun endi 2,5 soatini o'tiraman kukovats qilib. Endi shu bilan borib kayutaga joylashamiz. Mana soat 9 bo'ldi rovna. Shu bilan suzib ketamiz. Xudo xolasa.